Bu Lucky Chuck. Bizning vazifamiz esa bugun mana shu bo'm-bo'sh olamdagi faqat Lucky bloklardan iborat bo'lgan jangda ajdarxoni mag'lub etish. Menimcha buni bajarish qanchalik qiyin bo'lganini aytib o'tirishim shart emas. Ajdarga olib boradigan portal esa to'g'ri oyoqlarimiz ostida. Shuncha vaqtdan so'ng yana mana shu xavfli, qo'rqinchli, dahshatli Lucky bloklar bilan uchrashdik. Nimalar qilyapsan sen? Axir nega sakrading? Bu Jokerning tuzog'i edi. Ha 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 ha. Jokerning tuzog'i? Seningcha sen o'zingni tomdan tashlasang men ham ortingdan sakrashim kerakmi? Mana nima qilmoqchi edi? Ha, sen yaramas, hali shunday murakkab rejalar tuza olasanmi? Mayli, hech bo'lmasa endi portal ko'rsaman. Ko'rdinglarmi? Ha. Bo'pladim. Xullas, bugun yangi stilda bor. Qaroqchi rejim. Umuman olganda bugun dengiz sayohatiga chiqish niyatimiz yo'q edi. Seni xohishlaring bilan seningcha meni ishim bormi? Logikaga bilasanmi nima qilganman? Yurishlar. Yo. Ha, sen omading bilan ko'pga bormasligim aniq edi. Talab qilmadim. Nega bu Zumrad o'zini qum deb o'ylayapti? Yaxshi bo'ldi, sen birinchi Lucky blockingni sindirding. Endi meni galim. Masalan, men boshlayman. Mana bu Lucky blockni sindirishdan. Ko'rdingmi omad kelishini? Oltin aslahalar. Bu sen omadli bo'sh. Mana omad senga. Ko'rding, olmos. Yana chicken jockey. Yaxshi, men ham qani bir nechta sindirib ko'raychi. Nimalar qilding? Yo'q, faqat richakka bosma. Ha, bosdim. Qishloqning omadini hisobga olsak, men hozir kosmosga uchib ketaman. Wow, omading keldi. Ko'rding? Yoki bu men ichida bo'lganligim uchun. Qutqar meni, qutqar. Ha, bu Lucky Chuckning eng pastiga tushish oson bo'lmaydi. Aytgancha, menimcha allaqachon sezganingizdek, bu yerda boshqacha Lucky bloklar ham, masalan, Nezerniki yoki olmoslisi. Sen u yerda nimangni unutding? Qattan bilan shu yerda paydo bo'ldim. Sen u yerda hali bo'lmasliging kerak. Yaxshisi ortga qayt. Voylanati, men hozir suvda cho'kib bo'lsam kerak. Bu yerda suzishni iloji bormi o'zi? Qani. Chiqa olaman shekilli yoki ikki blokda suzib bo'lmaydimi? Wow. Men uddaladim. Nega turibsan? Yo'q, bosa ko'rma. Olmoslar to'kiladi, olmoslar. Negadir ikki marta ketma-ket olmoslar to'kilishiga ishongim kelmayapti. Mana men nima dedim? Qochish kerak. Ko'rding, voqma qilasan. O'lding bu. Tirik qoldim. Qo'lding, parchalanding deb o'ylagandim. Menga qandaydir qilish tushdi. Ajoyibga o'xshayapti. Mana ajoyib narsa, qarmoq seni mana bu yoqqa tortib, yiqitib o'ldirib kelyapti endi. Negadir bugun odatdagidan ham qonxo'rsan. Hazil-ku. Ana, avval ham hazillashga kelyotgandi. Nima to'xtatasan? Senga o'xshab parchalangim kelmadi. Gigant zombi. Qochib tur, menda zo'r qilich bor. Hozir men bu zombiga ko'rsatib qo'yaman. Bu yurt Sparta, yaramas zombi. Bu yer Lucky Chuck emasmidi? Hech blok tushsa-da, oldimizdagi Lucky orolchalarga ham borsak bo'lardi. Shoshilmasangchi, boramizda. Ayni vaqtida orol hayvonot bog'i bo'lib ketgandi. Endi toza. Nega har bitta Lucky blokchadan TNT uchib chiqyapti axir? Lucky gamon. Afsuski menda o'q yo'q. Buncha omadsisan, hali ham blok tushmadimi? Va nihoyat bloklar tushdi. Endi qaysi Lucky orolchaga birinchi borishni o'ylash kerak? Epigiga borish kerak, Epigiga. Tushunarli, unda birinchi bo'lib TNT Lucky orolchasiga boramiz. TNT mana qo'limda ham turibdi-da. Tun tushganiga hamma yerni maxluqlar bosib ketibdi. Yaramaslar, yo'qolsanglarchi. Maxluqlar bilan qiziqdi. TNTli orolda Creeper unchalik ham yaxshi emas. Shuning uchun yo'qolsang bo'lardi. Obbo, yaxshi ham Lucky orol portlab ketmadi. Portlasa ham qo'shni galaktikadan ham ko'rinardi-da o'zi ham. Taxminan milliard yildan keyin ko'rinardi. Birinchisini sindirish vaqti yetib keldi, lekin yaramaslar juda sekin sinar ekan. TNT olmalar tushib ketdi. Shunday qiziq narsa edi. Shuning uchun parchoqlanmasdan o'rtadan kovladi. TNT olma, endi granata. Umuman olganda Lucky TNTlardan yana nimani kutish mumkin? Qani portlatib ko'raylikchi. Ajoyib. Ajdarni bombillatardik. Magma tushdi qarag'adi. Qishloqi, menimcha bizga kirka kerak. Bu bloklar juda ham sekin sinyapti. Aytma, qiziq narsa ekan deb shunaqa sekin sinadimi? Oddiy Lucky bloklardan kirka olishga harakat qilish kerak. Redstone'dan aslaha. Xo'sh, endi o'zingni energiya chiqaryapsanmi? Granata. Ajdarni portlatishga olib qo'y. Yaxshi, burchakka qo'yib qo'yaman. Yana bitta Lucky blokmi? TNT Lucky blokdan Redstone'li Lucky blok tushdi. Hech bormi? Yo'q, mana buni turasan. Arzirlik hech narsa tushmadi, hammayli. Oyoq kiyimlar senga. Nezeritidan tushdi. Yana menda sovun surtilib ketilgan bolta ham bor. To'qasan, agar o'lib qolsam o'ldiraman. So'rasang oltin olma berardim. Oltin olmay bor bermaysanmi? Yovuz qotil. Menga qandaydir tumor qo'shdi. Bu tumor menga sekin qulash effektini beryapti. Menga ham yo'qmi? Yo'q, men bu tumorni ishlatib portalning yoniga tushmoqchiman. Kalla ishlamaydi-da. Meni gapimga kir, tashlab o'zingni ikkita kallam bor meni axir. Bunda qanday ma'no bor agar ikkalasi ham bo'sh bo'lsa? Lekin rostdan ham hozir portalning yoniga tushishdan ma'no yo'q. Baribir menda ko'zlar bo'lmasa portalni aktivlashtira olmayman. Nima bo'lganda ham manzilga yetib keldik, muhim bilinish. Yaxshi, mana portal. Lekin u hali bo'm-bo'sh, bizga 12 ta ko'z kerak.
Ularni qo'lga kiritish uchun ko'p Lucky bloklar sindirish kerak. Faqat endi men tashqariga qandaydir qilib chiqa olamanmi? Biror foydali narsa tushsa. Ha, shu ham bo'ladi. Bu meni tashqariga chipdan bo'la qolsin. Nimaga erishdik? Anvur pachaqlagani qoldi. Senga tashlab ketgan narsalarimni qaytarsang bo'lardi. Mana bu otni o'ldira olmayapman. Xavotirga tushma. Men shu yerdaman. Mana TNTlar olib kelganman. Lucky idishchalardan foyda bo'lmayapti, balki mana bunisi yo'q qilar seni. Botni bilmadim-u, lekin bizda andi. Sizlar mana bu balig'iga bir qaranglar, yana aslahalarimgacha deyarli olmos aslahani kuchini beryapti. Sen bu yerga kel, endi orolga yo'l ochdi. Mana shu yerda bizga kerak ender barbartlar tushish kerak. Ha, sen haqsan, hozir boraman. Men rasmiy ravishda yetib keldim. Orolga baho ber, qara, o'q agar tegsa zo'r bo'ladi. Negadir senga ishlamayapti. Mana kuchugingga, kuchukni qara uchishini. Ey, itimni qayerga uchiryapsan? Qachchoq, seni immuniteting bormi nimada? Ha, shunaqaga o'xshayapti. Mana, men nima dedim, ender barbar tushadi dedimmi? Tushdi. Ko'la tezda. Vohma qilmasangchi, endi oroldan ender marvar tushishi aniq edi-da. Wow, qandaydir qilish tushdi. Qani ko'raylikchi, oddiy olmos qilich bilan bir xil ekan. Nimaga kerak bu? Balki senga kerakdir. Boshginamga uramanmi? Bitta ko'zim o'yin kelyaptimi yo'qsa ham. Mana, yana ender barbar tushdi. Sen omadsizga qanday tushgani yo'q? Sen haqsan. Lekin qara, mana bu yerda ender marvar tushyapti. Demak, Nezir orolida Chirigan kartoshka tushadi. yo'q, olovli tayoqcha. Hey, kalla ishlaydi. O, menga qandaydir aslaha tushdi. Obsidianli zo'r himoya qilarkan, lekin sekinlashtirarkan ham. Shuning uchun menga kerak emas. Qo'lga kelyaptimi? Xullas, kirkasiz ish bitmaydi. Shuning uchun meni hamma qimmatbaho narsalarimni oldi. Men borib kirka topishga harakat qilaman. Sababi kirkasiz ish bitmaydi. Ularni yana million yil sindirish mumkin. Mayli, boshladik. O, mana buni omad desa bo'ladi. Bittada kerakli narsa tushdi. Albatta men xohlagan emas, ammo endi bu narsa bilan narsalarimiz yo'q bo'lib ketmaydi, o'lsak ham. Yo'q, senga ender barbartlarni solib qo'ydi. Hozircha kirka bilan omad kelmayapti, lekin TNTlar bilan ular juda ham ko'p. Hattoki haddan tashqari ko'p. Buncha bombilatasan, yo'lni portlatib yubordi, TNTdan quruvdi. Menga yog'och bo'lsa bo'ldi edi. Bemalol kirka yasardim. Hozir nima ko'rdim? Kirka. Endi bemalol kovlash mumkin. Rosa qidirding o'zi ham kirkani omadsiz. Endi ancha ishlar tez ketadi. O, qilishni qaranglar. Hujum zarbasi 18. Mana buni qilish desa bo'ladi. Bu sariq Lucky bloklar bo'lmaydi. Bombillaganda. Bu qilishni yaxshisi ajdar uchun olib qo'yaman. Endi esa kovlashni davom ettiramiz. Daraxt. Men kutmagandim, lekin bu juda ham yaxshi. Endi bemalol olmos kirka yashashim mumkin. Bu ketishda yaqinda ajdarxona yoniga bora olamiz. Qishloqqa senga ham kirka yasadim. Kelsang beraman. Men uxlab qolman. Mayli, ko'lashda davom et. Qandaydir yangi yil sovg'alari tushdi menga. Yaramas, menga vazinsizlik effektini sen berdingmi? Bo'lishi mumkin. Menda ham effekt bor ekan, faqat bu vazinsizlikka qarshi effekt. Qachon ekansan sen bo'lmasa? Pastga suv qo'ydim, endi xavfsiz. Yo'qot suv edi, men water drop emergency plus ultra qilaman. Ko'rding, lekin yalinishdan foyda yo'q, shogirdlikka olmayman. Xuddiki men yalinmoqchi edim. Yig'ishtirib o'yinlaringni nimaga meni quvlashyapti? Men qayerdan bilay, urgandirsan-da, shuning uchun quvlashyapti. Quvlamanglar. Yo'qot, hozir o'ylaman. Ozgina kech qolganga o'xshayman, lekin xavotir olma, itlarga saboq berdim. Endi men senga saboq beraman. Menimcha ender marvarat tushdi. Bu yana nimasi bo'ldi? Dars ketgan ender marvaratga o'xshaydi. Qiziq, bu bilan nima qilish mumkin ekan-a? Mayli, tekshirib ko'ramiz. Nezir o'simligi? Menimcha eng kam shuni kutgandim. Wow, menimcha Nezir oroliga borishimiz shart emas. Olovli tayoqcha bu yerdan ham tushar. Logika qani endi? Logika bor deb o'tiruvdim men bu orollarda. Logika yo'q-ku, logikasiz nima qilamiz endi? Buni qaranglar, men o'zimga qanday aslaha to'pladim. Nima, sen bu yerni tosh generator qildingmi? Boshqa orollarga ham borish kerak. Menga esa juda ham ko'p obsidian tushdi. Hoziroq Nezir oroliga borishimiz mumkin. Faqat portalni qanday yoqishni o'ylash kerak. Erta yoki kech bu portal albatta ishga tushadi. Ikkinchidan bu portal yonmaydi, ikkinchidan Nezirda bizga nima bor? Nezirgami? Shunchaki borgim kelyapti. Nega ishga tushmaydi deyapsan o'zi portalni? Nezir daraxti yonmaydi-ku. Ha, to'g'ri haqsan. Xo'sh, biz bu o'yin oroldan anchadan beri kovlayapmiz. Sen menga shuning uchun ender marvaratlaringni hoziroq ber, men bulardan ko'z yasayman. O'zingdagi borib tushgan ko'zani bersang ajoyib bo'lardi. Yaxshi, men ushlab, endi bor. Xo'sh, yana nechta to'plashimiz kerak? Bu yerda 12 ta-ku, 12 ta bizga aynan yetadi. Endi portalni qidirishimiz shart emas. Rostdan. Ha, rostdan. Endi faqatgina chankning eng pastiga tushsak kifoya. Sonda gapirasan. Ha, to'g'ri, bu ham oson bo'lmaydi. Nima bo'lganda ham men tayyorman. Jangga olg'a. Faqat undan oldin tortiymiz. Shoshilmasangchi, undan oldin Nezirga borib kel, mana buni ushla. Yaxshi, sen aytganda bo'la qolsin, undan Nezirga olg'a. Mana Nezirdamiz, ajoyib, unchalar zo'r, hech qachon ko'rmaganman, endi qaytamiz.
Pastga kovlashni boshlash kerak. Mana buni omad desa bo'ladi. 1,5 jon. Faqat ehtiyotkor bo'lishimiz kerak. Siliz yo'q bo'l. Xalqqa ishlatishni bilmaysan-da, dubbuljon. Ko'p narsa ham joyida turibdi. Yaxshi. To'xta, undan oldin barcha Lucky o'rolchalarni bo'lishimiz kerak-ku. Buncha shoshilasan, ajdarni cho'pamiz. Faqat undan oldin bularni ham kovlash kerak. To'g'ri aytasan, bu yerda bizga juda ham kerakli bo'ladigan narsalar tushishi mumkin. Mana masalan olmos olmalar, bu juda ham foydali bo'ladi. Mana ko'rdingmi? Meni gapimga kirsang kam bo'lmaysan. Hozirni o'zida bittasini tatib ko'rganim bo'lsin. Qani, bu meni o'lmas qilyapti-ku. Juda ham ko'p effekt qo'shdi. Xo'sh, endi bunday qilich va bunday olmalar bilan bizni hech kim to'xtata olmaydi. Kamaytirish uchun mana shu chuqurdan boshlaymiz, sakra. Nima, sen meni o'ldirmoqchimisan? Shoshilda, ezma. Mayli, unda boshladik. Birinchi kovlagan Lucky blokim meni o'ldirmoqchi. Xo'p, kuchlarimiz endi teng. Bu yoqqa yo'yaman seni yaramas. Negadir men mobga hech qanday zarba bera olmadim. Mayli, qanaqa aslaqa tushdi ekan, qani bir ko'raylikchi. Olmayman. Menimcha portalning yoniga tushish, men o'ylaganda tezroq qishloq qalqonni qo'y. Nega o'lmading? Shu bombacha meni o'ldirsa. Qiziq, portalgacha tirik qolishning iloji bormi? 2 gina jonim qoldi. Nimaga axir? Sehrlangan oltin olma, bu menga aniq asqotilishi kerak. La'nati, yana tentdi. Bu safar qalqon meni saqlab qola olmaydi. Hech bo'lmasa narsalaring turibdi deb qishloqqa. Yo'q, hammasi portlab ketdi. Dahshat, endi nima qilaman? Agar eslasam, mana bu olmos listida nimadirlar bor edi. Yaramas skelet birga ishlayaptimi Creeper bilan? Bir blokni ochishga yordam berdi. Creeper endi portlay qolsang-chi. Men bu yerda aslaqa ko'ryapman. Deyarli to'liq set Lucky odamga aylandim. Menimcha bu aslaqalar bugungi videoga ko'proq mos kelyapti. Ajoyib, qaytamiz. Boyagidek kuchli qilish topa olmadim-u, hammayli. La'nati, Wizard paydo bo'ldi. Nima? Yo'q, hozir hal qilaman. Unga emas, menga sakrash. Men yetib keldim. Menga bir g'oya keldi. Ko'zlarni o'zimiz bilan olib olishimiz kerak portalni yoqish uchun. O'ylab qolsang-chi boyagidek. Shuning uchun ham menda g'oya paydo bo'ldi. Boya Ender Chest bitta emas, ikkita tushganda, shuning uchun men Ender Chestni olib olaman. Agar pastgacha tirik qolsam, agar shunchaki Ender Chestni qo'yib, ichidagi kerakli narsalarni olishim mumkin. Nega qotib qolding? Kovlasang-chi. O'z so'nay gapirasan. Qutqar. Hozir shuni harakatidaman. Menimcha endi qutqarish kerak seniki. Bo'ldi, yordam bosh qilyapman. Oldinga teleport qilaman kerak bo'lsa. Yo'q, faqat teleport qilma. Obbo, endi ikkalamiz ham qamoqdamiz. Xavotir olma, ichkarisidan sindiraman. Tentak biz suvni tagidamiz-ku, bu 100 yil vaqt oladi. Sen muhimi o'lib qolma, men uddalayman. Olmos olmay yeb olganman. Mendan xavotir olma. Yaxshi, unda men oltin olma ishlataman. Menda oxirgi olma, shoshilmasang bo'lmaydi. Mana men nima dedim? Qutqaraman dedimi? Qutqardi. Bu obsidianli qutichalar juda ham jonga tegdi. Menga ipakdek kovlash sehrga sehrlangan kirka tushdi. Bu degani endi men Lucky bloklarni sindirsam, ular ishga tushmaydi. Qanday meni kutyapsan? Kovla! Nahotki chak shu qadar baland edi. Va nihoyat yetib keldik. Bo'ldi, hamma narsa bor. Endi shunchaki portalni aktivlashtirsam kifoya. Oxirida bir soat cho'zib, nimadirlar aytish kerak emas. Shartta sakrash kerak bo'ldi. Ha, men ham aynan shunday qilmoqchi edim, sakradik. Pachoq, bizda kamonda suv bor. Menda kamon bo'lmasa ham arbalet bor ekan, lekin unda o'q yo'q. Hammayli qo'lda sindiramiz. Agar menday mohir bo'lsang, mana bunday ham qilishing mumkin. Faqat bu ish ozgina xavfliroq. O'zimni yumib oyoqda qilaman ishon. Ishonish qiyin, hozirgina seni ajal o'ldirdi-ku. Yaramas, ataylab qoldi lekin. Qani yana bir bor urinib ko'ramiz. Ideal emas, lekin bo'ladi. Blokni iloji boricha tez qo'yish kerak. Kristallar kam qoldi. Hech zamonda Ender portallar bilan qurmagandim. La'nati, bloklarim butunlay tugadi. Menimcha bu sal xavfliroq bo'ladi-yu. Jonim ketmadimi nega? Blok tugadi deb aldabman, xilma-yoqlar bor. Bu kristalni ham endi bemalol sindirishim mumkin. Bunday bloklar ketma-ketligini har doim ham ko'ravermaysan. Menda qolgan kristallarni men hal qildim. Yaxshi, faqat menda ovqat tugadi, chirigan kartoshka esa bu rolga to'g'ri kelmas ekan. Bizdan qo'nyapti. Bu yoqqa yaramas. Men senga qilichimni kuchini ko'rsataman. To'g'ri aytasan, ajani parchalash kerak, uruni. Voydan, erkin parvozga uchirib yubordi. Kerakmi? Joni anchagina kam qoldi, biz uddalaymiz. Qachoq, qayerlarda yuribsan, sol buni. Meni ham erkin parvozga uchirib yubordi, faqat menda Ender marvarat bor. Ajoyib. Meni uchirib yuborishdan foyda yo'qligini bildingmi, yaramas? Oxirgi zarba. Meni o'ldirdi. Muncha belashasan, muhimi yutdik-ku. Kuchlilar omon qoladi. Bu sahnani necha marta ko'rsang ham zerikmaysan. Menimcha bular bu videodagi oxirgi Lucky bloklar. Umid qilamanki bu video sizlarga yoqdi. Menga masalan bu juda ham yoqdi. Agar shunday bo'lsa videoga like bosing va albatta kanalga obuna bo'ling. 70% odam buni haligacha qilmagan. Bo'laman, la trallala deb yotuvdi. Shunga obuna bo'lish kerak ekan.